Innalloha alimu g'aybis samawati vel arz. Albatta Allah asmandağı, yerdeki g'aybning barini biladi deydi. Asman, yerde qancha nesi var, ne var, g'aybning barini biladi. G'ayb degan ma g'aba anna. Biz onu ko'rmaymiz. Allah subhanahu wa ta'alaga hech narsa g'ayb emas. Alimul g'ayb va shahada. Hech narsa g'ayb bo'lmaydi. Biz uchun g'ayb. Biz alsızbız. Ko'p narsani ko'ra olmaymiz, ko'p narsani uqa olmaymiz, ko'p narsani bila olmaymiz. Biz uchun boshqa narsa ne bo'ladi? G'ayb bo'lib hisoblanadi. Biroq Alloh subhanahu va taolo hech narsa g'ayb emas. Alimul g'ayb va shahada. Alloh osmondagi, yerdagi barini biladi. O'zi yaratgan, o'zining kontrolida, o'zi boshqarib turadi. Jana har biridan xabardor. Qaysi maxluq qanday ahvolda, emnega muhtoj, emne javobatadi, emne qilyotadi, baridan Alloh subhanahu va taolo to'liq xabardor. Demak, bu g'ayb ilmi Allohga taalluq. Allohdan boshqa g'aybni hech kim bilmaydi. Müşrikinler, o'shal Quraysh müşrikleri, kebirleri, ferishtalarni g'ayb biladilar. Kebirler jinni biladi, g'ayb biladi deydilar. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda, boshqa oyatlarda bardığını aytgan. Jin de g'aybni bilmaydi. Ferishta de g'aybni bilmaydi. Muqarrab bo'lgan ferishta Jibril de bilmaydi. O'shonday ele Allohning payg'ambarlari da bilmaydi degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Jibril alayhissalom kelib so'ragan matas sa'a deb. Qiyomat qachon bo'ladi deganda bilmayman degan sallallohu alayhi vasallam. Bilmayman degan. Anan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomatning belgilerini aytib bergan. O'shonday so'rovdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Jibril alayhissalom uzatgan. Qiyomat qachon bo'ladi? Jibril da bilmayman degan. Demek bu Allah'ın sırrı. Demek g'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Va indahu mafatihul g'ayb la ya'lamuha illa hu. Allohdan boshqa g'aybni hech kim bilmaydi. Bu Allohning sirri. Albatta Alloh taolam anbaul g'ayb qiladi. Keyingi narsalarni g'aybdan xabarni bildirib qo'yadi. Bildiradi ana al anbaul g'ayb boshqa narsa, ilmi g'ayb boshqa narsa. Ko'pchilik o'shani tushunmasdan, o'kon o'rtasida ayirma qilmasdan adashib qolgan odamlar bor, yo'q anda emas. Kebirler avliyalar g'aybni biladi deydi, kebirler payg'ambar biladi deydi, kebirler ferishta biladi deydi, yo'q anda emas. Anbaul g'ayb boshqa narsa, g'aybdan xabar beru. Aleni g'aybni bilib turib, barini bilib turib, bu Alloh subhanahu va taolaning g'ana zatiga taalluq narsa ilm. Demak, Allohning ilmi shunchalik keng, bo'layotgan koinotdagi dunyodagi bo'layotgan narsaning baridan, kichkina zarradan tartib eng chong maxluqqa chayin baridan to'liq xabardor. Qo'l xabardor. Mana shuni innalloha alimu g'aybis samawati vel arz. Alloh ne asmandagi, yerdagi, yerin barliq g'ayblardan xabardor. Barini biluvchi zot.